o'ylamayman, aniq bilaman. Chunki matematika aniqlandi. Matematika aniqlandi. Buni oldingi so'zlarimizda ham aytganmiz, bir televideniya kelganda shunaqa bir savol bo'ldi. Biz o'shanda ham aytganmiz. Men endi menga shunaqa bir nasib qildiki, men shunaqa bir oliygohda o'qib davom ettiradigan shu sizlarga o'xshagan bolalarni o'qitish nasib qildi. 1995-yilda o'qishni bitirib kelgan bo'lsam, 16-maktabga joylashdim, o'zimizni qishloqdagi maktabga. Aslida o'sha vaqtda universitetdan bir taklif bo'ldi, katta ustozlarimizdan siz qoling, universitetda o'qituvchi bo'ling. Balki yo'q. Men qishlog'imga boraman. Qishlog'imdagi o'quvchilarga ko'proq foydam tegsa kerak, o'zim qishlog'iman. Endi qishloq deganda marhamatimizni tushunaylik. Yoki anjonimizni tushunaylik. Shunaqa bir men Farg'onada o'qiganman o'zi. Men dedim qishlog'imga borib, qishloqdagi bolalarni o'qitaman dedim. Allohga shukur, qishlog'imda juda ko'pchilik edi. Menimcha bir 100 nafarni o'qitdim o'zim kichkina bir qishlog'imdan. Qolaversa, o'sha 95-yili maktabimizga joylashgan bo'lsak, keyin tumanda ixtisoslashgan maktab ochilayotganini eshitdim. Rahmatli Abdullajon degan bir tog'amiz bo'ladi, katta bir davrada qarindoshlar to'plangan joyda aytdiki, seni qo'lingdan keladimi dedi, o'sha yerga dedi imtihon bo'lar ekan dedi. Imtihondan, sinovdan o'tib, shu yerda o'qituvchi bo'lib ishlashga qo'lingdan keladimi dedi. Endi bu meni haligi jinday bo'lsam yuragimga ta'sir qildi. Nima? Yaxshi tomondan, masalan, men qo'limdan kelarmikin imtihon topshirib o'tib ketishga. O'qituvchilar o'rtasida imtihon bo'lyapti. Allohga shukr, oldinga o'tib ketib aytaman, bunaqa sinovlardan juda ham ko'p marta o'tganman. Endi o'sha kunni ham o'sha sinovlardan o'tdik. Bizni qabul qilishdi. Qabul qilishdi 96-yildan 2022-yillargacha deylik o'sha maktabda ishladim. O'sha maktabda ishlaganimda ular oldinlari 7-sinfdan qabul qilardi, keyinchalik ular ham 5-sinfdan qabul qildi. O'sha 7-sinfdan 11-sinfgacha o'qitgan bo'lsak, o'sha butun u yerda yotog'i bo'lgani uchun Andijondan, Farg'onadan ham kelishardi, Andijon viloyati bo'yicha kelishardi va marhamatimizda ko'proq o'quvchilar bo'lardi. Ular yotog'i bo'lgani uchun juda ko'pchilik yotishib ta'lim olishgan va ulardan shu agarda sanoqda adashmasam 1000 nafardan ortiq o'quvchim oliygohlarni bitirgan.